shu yurt uchun jon berib, jon olganni yodga ol. Shu el, shu millatni deb yonolganni yodga ol. Shu xalq ichra qahramon sanalganni yodga ol. Farzandim deb shu vatan tan olganni yodga ol. Odamlar bor, tirigida o'likdir. Odamlar bor, o'lganda ham tirikdir. Assalomu alaykum yaxshilar. Insonlarni yod etib borish biz tiriklar uchun ham qarz, ham farzdir. Ayniqsa yaxshi insonlarni yod etib borish orqali umrning qay darajada bebaho ziynatimiz ekanligini yana ham yaxshiroq anglaymiz. Bizga berilgan umrni har birimiz har xil yashab o'tamiz. Lekin shunday odamlar borki, hamisha yonib yashaydilar. Ularning hayotini chaqmoqqa qiyos qilgimiz keladi. Alloh inom etgan qisqa umri davomida zulmatlarni yorituvchi nur bo'lib yashab o'tadi ular. Ayniqsa ijod ahlining yuragida o'rlagan alanga tafti yuksak bo'lsa, ruhiyatidagi yorqinlik osmonlardan-da o'tsa, bilingki bunday ijodkorlar chin ma'noda mazmunli hayot kechirgan bo'ladilar. Inson yorug' dunyoga kelib faqat yaxshilik ulashib yashashdi. Odamlardan faqat mehr degan narsa qolishdi. Odamlardan oqibat degan qolishdi yaratib ketdi. Qolaversa oilani muqaddas dargoh deb bilgan bir maktabni yaratib ketdi. Sodda va samimiy, dilkash inson Odiljon Shodmonaliyev ham o'z qalbining hayqiriqlariga erk bergan iste'dodli jurnalist edi. Uning beg'ubor nigohida, qishloq odamlariga xos bo'lgan jaydari muomalasida ham ana shunday hayqiriqni payqash qiyin emasdi. Xokisor, dilkash inson Odiljon Shodmonaliyev 1947-yilning ayni xazonlar borliqni qoplagan onida 22-noyabrda ilohiy nur bo'lib dunyoga keldi. Bu inson yoshlik paytlaridayoq bilimga chanqoqligi, zukkoligi, teran fikrga ega ekanligi bilan boshqalardan ajralib turardi. Bolaligidanoq jurnalist bo'lishga ishtiyoqi baland edi. Keyinchalik bu ishtiyoq maqsadga aylanib, bu oliy maqsadlar uni hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakulteti tomon yetakladi. 1965-1970 yillar mobaynida universitet hayotida ham o'zining o'chmas izlarini qoldirdi. O'qishni tamomlagach, ona yurti Andijonga qaytdi va dastlabki ish faoliyatini hozirgi Andijonnoma gazetasida muxbir bo'lib ishlashdan boshladi. 1998-yilga qadar bu gazetada o'zining bor kuch-g'ayrati bilan sidqidildan ishladi. Keyinchalik Xalq so'zi gazetasining Andijon viloyati bo'yicha muxbiri bo'lib, ish faoliyatini davom ettirdi. Umrining so'ngigacha bu gazetani ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy sohalarga oid sermazmun maqolalari bilan boyitishga hissa qo'shdi. Ish faoliyati jarayonida o'z kasbiga bo'lgan talabchanligi, hech kimga o'xshamagan insoniy fazilatlarga ega inson ekanligi bilan atrofidagilarning yuksak hurmat e'tiboriga sazovor bo'ldi. Bu sirli dunyo hech kimga vafo qilgan emas. Hayotda yashar ekansan-u, lekin qachon foniydan boqiga rahmat qilishingni bilmas ekansan. Yurakning yam-yashil yaproqlariga bevaqt xazonlarning gardi qo'nmasin. Insonni avaylang, qadriga yeting, iloho hech yulduz erta sinmasin. Odiljon akam doim quvnoq odam edi. Atrofdagi odamlardan kuldirib, atrofdagi odamlarning ko'nglidagi g'ashlikni yozib yurgan inson edi. Shu tomondan ko'p yig'inlarda, ko'p ma'rakalarda, qishlog'imizda, hatto tumanda, viloyatimizda ham odam haqida yaxshi gaplarni gapirishadi. Faqat u odamning chiroyli gaplarini eslashib gapirishadi. 4 kishi o'tirib qolsak ham albatta Odiljon akamni bitta gapini eslab ina tarqaymiz. Odiljon akam mana shu qishlog'imizda juda ko'p odamlarga, xususan qo'ni-qo'shni, qarindoshlarga juda ko'p yordamlar tekkan. Oilasini shu darajaga yetishiga,
Odil akam sababchi bo'lgan va shu jumladan meni ham shu darajaga qishlog'imizda, mahallamizda, tumanimizda obro' e'tiborga erishishimizga Oljan akamni mehnatlari, Oljan akamni turtkishi bilan biz shu darajaga yetib keldik desam adashmagan bo'laman. Har bir yig'inimiz, har bir to'yimiz, har bir marosimimiz Oljan akamsiz, Oljan akamning maslahatisiz o'tgan yo'q. U bir kishi bizga bosh edilar. U kishi bizni yo'lboshchimiz edilar. Afsus, hayot ekan, erta ketdilar. Biz doim o'ylaymiz, u kishini yasholmagan umrini bola chaqasiga bersin. Odiljon akam doim qalbimizda, xotiramizda abadul abad yashaydi. Odiljon Shodmonaliyev oqib turgan soy misoli edi. Yuragida mehr giyosi bor inson edi. U yuraklarga mehr ekib ketdi. Uning musaffo ruhi farzandlari qalbida jaranglab yashaydi. Mehribon dadajonim haqida gapirganimda, u kishining har bir gaplari, har bir nasihatlari biz uchun hayot maktabi deb o'ylayman. Bu kishining kasbga sadoqatlarini birinchi o'ringa qo'yishim kerak deb o'ylayman. Nafaqat bizga hayotda do'st, nasihatgo'y, balki kasbimizda ham katta yordamchi edilar. Albatta har bir muammolarimiz bo'lganda dadajonimga kelib murojaat qilganimizda u kishi faqat muammolarni yaxshilikka yo'yib, yaxshi insonlarni hayot maktabi haqida gapirib berib, muammodan olib chiqib ketishga harakat qilardilar. Oila davrasida dasturxon atrofida o'tirganimizda bir o'gitni ko'p gapirar edilar. Bolalarim, men sizlarni bitta qalamim orqali boqdim. Shu qalamimni sizlar oqlanglar kelajakda der edilar. 4 ta farzand hayotda o'z o'rnimizni topdik deb o'ylayman. Bunda dadajonimning juda ham katta o'gitlari biz uchun hal hamon nasihatlari quloqimiz ostida turibdi. Joylari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Mehribon dadajonim doim qalbimizda yashaydi. Hech qachon u kishini o'lgan deb hisoblamaymiz. Uyga kirib kelganda ham xonasiga kirib, mana kabinetlariga kirganimizda dadamiz o'lmaganiga, uning do'st yorlaridan yaxshi fikrlarni eshitganimizda meni dadam hayotda hal o'lmagan ekan degan fikrlar yodimdan o'tadi. Dadamizni avvalambor oxiratlari obod bo'lsin. Bu odamni hamma ham yaxshi gaplar bilan, yaxshi so'zlarni eslaydi har doim. Bu inson bizga juda ko'p yaxshi gaplarni, yaxshi fikrlarni aytgan. Biz qiluvna kam bo'lmadik. Ko'pchilikka yordam tekkan. Farzandlar tarbiyalashda mana juda ko'p o'zini o'g'itlarini mana olib qo'yganimiz, kam bo'lganimiz yo'q. Dadamizni yana bir ajoyib xarakterlari bor edi. O'zidan yoshlarni ham doimo aka deb ko'rishardi. Shunaqangi bir ajoyib fe'llari bor. Hali bitta gapi kelib darrov ko'rishgan odam xursand bo'lib ketadi. Hamisha haligi nima deydi, yaxshi fikrlar, yaxshi gaplar bilan eslaymiz. Ochiq ko'ngil, mehribon, shirin so'z dadajon haqida so'z ochilarkan, men bu inson haqida kichik ko'ngilliklarni, mehribonliklarni juda ardoqlayman. Oilada men eng kenja farzand bo'lganim uchun, dadajonim men 40 yoshlarda oilaga kelganim uchun boshqalarga nisbatan mehrliroq deb o'zimga yaqin olardim. Mehribonroq edi dadajonim. Men xonalarga kirganimda hamisha dadajonim meni yonimda. Hech qachon o'lgan deb o'ylamayman. Har doim men bilan birgalikda deb o'ylayman. Dadajonim har bir ishlarimda duogo'y, sirdosh edi. Har doim biz bilan birga edi. Bolalarimga ham boshqacha mehr muhabbatda ko'rsatardi.
yig'lading singiljon yig'lading, ko'nglimga g'ussayu g'am solib, og'angni bunchalar yo'qlading, ko'zingga shashqator yosh olib. Hayotda shunday damlar bo'ladiki, dunyoga sig'may qolasan. Tog'u toshlarga bosh olib chiqib ketging, xilvatgoh kengliklariga o'zingni urib, yuragingni bo'shatging, yo bo'lmasa jigarbandlaringni izlab, ular bilan sirlashging kelib qoladi. Men uchun kengliklar-u yer osmon torlik qilib qolgan paytda quvonchimga sherik, tashvishimga hamdam istagan mahal eshigini qoqib borishga haddim sig'adigan 2 yelkadoshim bor edi. Ha, bor deb endi baralla ayta olmayman. Ular endi yonimda yo'q. Dashtu sahrolardan o'tib, manzil ostonasida bexos qulagan sarbon kabi meni armonda qoldirib ketdi deya bo'zlagan Munavvarxon opaning yurak qo'ridan chiqqan o'tli nolalari qalblarimizni junbushga keltirdi. Foziljon akaning yo'qligiga taskin izlagan paytlarida Odiljon akaning ham dunyodan ko'z yumishi bu ayolga 2 karra og'irlik qildi. Akajonim haqida har qancha gapirsam az. U odam menga ham otalik mehrini bergan, ham onalik mehrini bergan, akalik mehrini bergan. Bitmas tugamas davlatimda. Men 2 akamdan ayrildim, ham Foziljon akamdan, ham Odiljon akamdan. Men uchun bu qattiq qayg'u bo'ldi. Ular hamisha meni onam deb izozlashgan. Mening akalarimni bu toqqa suyangan deb suyanganman. Bu ayriliq juda qattiq ta'sir qildi bizga. Biz akamiz bilan o'ta faxrlanardik. Akamiz hammaga mehr ulashuvchi, nur ulashuvchi inson edi. Hammaga yaxshilikni ravo ko'rardi. Akalarimiz hamisha biz uchun bir umr birga yashaydi, hech qachon o'lgan emas. Hamisha biz ularni sog'inib yashaymiz. Akalarim mana uni bosuvchi jiyanlarim borligiga shukr. Ular shu akamlardan olgan mehr oqibati davom etkazishyapti. Bizni meni ayniqsa qattiq hurmat qilishadi. Ona o'rnida ko'rishadi. Dadalarni o'rnida ko'rishadi. Rahmat. Ot o'rnini toy bosar deb mana Xudoga shukr. Akam o'rnini farzandlari bosdi. Bunga beadad shukr. Men bir umr shu akam bilan faxrlanib, shularga singil bo'lgandan faxrlanib yashayman. Akajonim hammaga faqat yaxshilik qildi. Mana akamiz ham 3 ta farzand qo'ygan edi. Kichik akamiz ularni uyladi, joyladi, institutlarda o'qitdi. Hammamizga faqat yaxshilik tiladi. Hammaga yaxshilik ulashdi. Biz akamiz bir nuri jahon edi. Hech qachon meni yolg'izligimni bildirmagan. Hamisha yonimizda tika turgan, hamma narsamizga bosh ko'z bo'lgan. Eshiklari ham uchun bizga ota o'rnida ochiq bo'lgan. Biz biror marta bu eshikdan xafa bo'lib chiqib ketgan emasmiz, chunki akamiz bizga ota bo'lib mehr berganda. Meros atalmagan barchaga fano, qismat atalmagan hech kimga zavol. Abadiyat manzili yaqin qolganini insonlar hech qachon o'z-o'zlariga e'tirof etmaydilar. Daho qalblar o'zining buyukligini sezmay, bu yolg'on fanodan maysalar yanglig'i jimgina o'tib ketadilar. Inchunun Odil aka ham orqasida qolgan suvronli, ummonli vatan abadiyat qo'ng'iroqlarida yana 1000 yillarning sadosi bo'lib yashashiga ishonamiz. Men hayotni bir ummonga o'xshatadigan bo'lsam, umrni gohida daryoga o'xshataman, gohida uzoq-uzoqlarga cho'zilgan yo'llarga o'xshataman. Daryoga qanchalik irmoqlar ko'p kelib qo'shilaversa, o'sha daryo ulkan daryoga aylanadi. Va u borib quyiladigan o'sha ummon ham juda katta ummonga aylanadi. Yo'lga o'xshatishim. Yoshligimizdan to keksalikkacha o'tib borgan umrimiz uzoq o'sha olislarga boradigan yo'lga o'xshaydi-ku, u yo'lda bekatlar ko'p. Mana shu bekatlarda ba'zan
yo'lda yo'lovchi yo bir ulov kutadi, yo kimnidir kutadi. Ulov kutayotganda kim bilandir uchrashib qoladi, yana bir ulov kutayotgan bilan. O'sha yerda qisqa bir paytlarda bir-biri bilan ko'ngil to'g'ri keladimi, xarakter deymiz, mijoz deymiz, bular to'g'ri keladimi? Qarabsizki, o'sha bekatda uchrashgan ikki kishi boshqa paytlar ham vaqt topib bir-biri bilan uchrashishga, bir-biri bilan ko'ngil so'rashga, bekor bir sal bekorcha bir vaqtlari bo'lsa, birga o'tirib, bir-biridan bir orom olishga harakat qilishadi. Oxir oqibatda shunday odamlar farzandlari ham bir-biriga tanishishga borib yetadi va quda andachilik bo'lib boradi, bir-biriga qarindosh bo'lib boradi. Buning zamirida do'stlik paydo bo'ladi. Bitta ikkita odam orasidagi do'stlik uni avlodlariga o'tadi va keng bir katta davraga aylanadi. Mana shunday bo'lib borganda yurtdagi tinchlik ham aynan mana shu narsalarga bog'liq deb bilaman. Endi xizmat safari bahonasida men ko'plab viloyatlarda bo'laman. Ko'plab tanishlar orttiraman. O'sha bekatlar deb faraz qilaman har bir viloyatlarga borganimda. Va o'zimga anchayin do'stlar orttirdim. Mana shularda orasida Andijonda bo'lganimda o'sha respublikamiz jurnalistika hayotida, jurnalistika sohasida o'zini bir o'chmas izini qoldirgan. Sayf o'sha jurnalistikani bir katta bir asar deyotgan bo'lsak yoki bir ensiklopediya deyotgan bo'lsak, o'shani sayfasiga bir o'chmas bir muhrini qoldirgan inson Odiljon aka Shodmonaliyev bilan tanishdim. Shu dastlabki tanishuvimizdayoq bir-birimizga ko'nglimiz shunday bog'landiki, o'sha ijodiy safarimiz davomida 3 kun, 4 kun, 5 kunlik davomida bir-birimiz bilan shunday bog'lanib qoldikki, qaytganimdan keyin ham iloji boricha har kuni telefonda bir hol so'rashamiz yoki u kishi Shomrodjon, uni kishi meni Shomrodjon ham derdilar. Ko'pincha Shomrod aka deb gapirarlar. Men sizdan yoshman-ku. Endi Shomrodjon desam, men sizdan kattaroq tuyulaman-da. Men ham o'zimni yosh hisoblashga, yosh nima qilishga bir harakat qilaman. Shuning uchun sizni Shomrod aka desam, sizdan ko'ra o'zimni yosh his qilaman deb shu kulib shunaqa deb gapirardilar. Endi yo'l-yo'lakay Andijon tomonlariga yo'l olganimizda borgancha hech bo'lmasa 2-3ta chiroyli latifalar aytardilar. Hech hayotimda eshitmagan, hech kimda eshitmagan latifalar, bir hayotiy bir voqealarni so'zlab beradilar-ku, o'sha hayotiy voqealar men keyin boshqa viloyatlarga borganimda chiroyli bir latifaga aylantirib gapirardim-ku, davrada rosa kulgi ko'tarilardi, xursandchilik bo'lardi. Bu Odiljon akamni boshqa viloyatlarda ham bo'lgan o'zini o'rin deb bilaman doim. Uyimizda mehmon bo'lganlar, biz u kishining uylarida juda ko'p mehmon bo'lganmiz. Farzandlari bilan aka-uka bo'lib ketganmiz. Nabiralari bilan bobo nabira bo'lib ketdik. Endi har bir yurtni ulug'ligini boshqa joylarga, boshqa xalqlarga tanitadigan jihatlarini o'sha yurtning farzandlari tanitadi. Va yaxshilik va yomonlik tomonidan tanitish mumkin. Odiljon akam Andijonda yaxshilik tomonidan tanitgan farzandlariga sirasiga kiradi. Sababi men boshqa viloyatlarda bo'lganimda ham gap orasida bir suhbat bo'lib qolsa, jurnalistlar orasida bir suhbat bo'lib qolganda shu Odiljon akamni so'rashadi. U kishi haqida chiroyli gaplarni gapirishadi. Bundan ko'rinib turibdiki, Odiljon akamni tanigan odam Andijonni ham taniydi-da. Yana bir xislatlari do'stlariga bo'lgan munosabatlari. U kishi birgina mendan emas, ko'plab bilaman, boshqa jurnalistlardan ham telefon orqali bayramlar bilan tabriklab, boshqalardan avvalroq bayramlar bilan tabriklatlari bor edi. Andijonda agar birorta jurnalist chetdan borib qolsa, shu Odiljon akam bilan uchrashishga harakat qilar edi. Endi Andijon aholisini Odiljon akamni shunchalik hurmat qilishini, shunchalik Andijon aholisiga tanilib ulgurganini juda ko'p guvohi bo'lganman. U kishi
butun o'sha do'stlarini, yaqinlarini yuragiga singib ulgurgan, o'zlarini bir insoniylik hislatlari bilan boshqalarga bir namuna bo'lgan bir inson edilar. U kishini yozgan publisistik, badiiy publisistik katta maqolalarini o'qib bunga guvoh bo'lasan kishi. Yurtga bo'lgan mehr shunchalik kuchliki, yil yakuniga yoki mustaqillik bayrami yaqinida bir yillik o'sha viloyatdagi o'zgarishlar, viloyatdagi yangiliklar, viloyatdagi obodonchiliklar, shular to'g'risida, yutuqlar to'g'risida umumiy maqolalar tashkil qilinardi. Shu yozganlarida shu bir badiiy asar o'qiganday odam o'qirdi. O'sha yozilgan o'sha maqolani yozgan muallif yurtiga bo'lgan shunaqa mehr bilan yozishini his qilib turadi odam, o'qigan odam. Go'yoki o'sha o'qigandan keyin Andijonga albatta borishga harakat qiladi kishiga. Shunaqa bir istak bildiradi o'sha maqolalar. Buni har qanday jurnalist ham yoza bilmaydi rostga. O'zini yurtiga bo'lgan muhabbatini maqolasiga singdirish va har kimning qo'lidan kelavermaydi. Bu o'sha Odiljon akamning qo'ldan keladigan ishidir. Inson qancha uzoq yashashi bilan emas, o'sha umrida qancha foydali ish qilgani bilan belgilanadi. Kimdir 120 ga kirishi mumkin, 100 ga kirishi mumkin, lekin u nima ish qilib qoldirdi? Yurti uchun, avlodlar uchun, xalqi uchun nima ish qilib qoldirdi? Buni bir qarasangiz, bir narsani ba'zan ko'rmaysiz. U kishi farzand tarbiyasida juda havas qilsa arzuydigan ota edilar. Jurnalistika sohasida o'zini kasbini ustasi edi. Ustoz sifatida ko'plab shogirdlar yetishtirgan, ma'naviy boy bo'lgan ustoz edi. Inson bu hayotga kelar ekan faqat o'zidan yaxshi nom qoldirish, yaxshi ishlarni amalga oshirib, o'zidan keyin faqat yaxshi fikrlar bildirishi uchun bir asos yaratib ketish kerak deb o'ylayman. Har safar Andijonga xizmat safariga borganimda men ustozimni qidirardim va tayyorlayotgan materiallarimni mazmundorligini, uni sifatini oshirish nuqtai nazaridan u kishining maslahatlarini albatta olgim kelardi va tayyorlayotgan materiallarim jarayonida ana shularni inobatga olishga harakat qilardim. Meni bir narsa juda ham bir quvontirardiki, u kishi keng qamrovli ijodkor edi. Deylik, o'sha materiallarimiz soliq sohasida bo'ladimi, adliya sohasida bo'ladimi yoki ta'lim sohasida bo'ladimi, u kishi har bir yo'nalishda bir maslahatlar berishga, materialni bir chiroyli tayyorlash uchun o'sha tomoshabinga yoki deylik gazetxonga bir taqdim etiladigan materiallarni sifat va mazmundorligini oshirish nuqtai nazaridan juda ko'p va xo'p maslahatlar berardilar. Buni eslamasdan iloji yo'q. Mana shu umrlari davomida ijod qilib, men o'ylaymanki, juda ko'p shogirdlar yetishtirdilar va ularning shogirdlari orasida o'zimni ham borligimdan quvonaman, baxtiyorman. Mana shunday odamlarni izidan borishga harakat qilaman, ularga o'xshashga, odamlar ichida mana shunday hurmat topishga, qolaversa qilayotgan ishimizga muhabbat bilan yondashishga, qolaversa har bitta o'sha oilaparvarlik nuqtai nazaridan ham, deylik shu mehmondo'stlik nuqtai nazaridan ham bu jihatlarni juda ko'p ta'riflash mumkin, juda ko'p aytish mumkin. Har bitta yo'nalishda u kishiga o'xshashga harakat qilaman. Men o'ylaymanki, Odiljon Shodmonaliyevni umrlari juda mazmunli o'tgan va bugungi kunda ularni farzandlari, nevaralari mana shu ishlarni davom ettirayotganliklari va bevosita ijod bilan qiziqayotganligi meni juda ham xursand qildi. Juda ham xursand qildi. Men o'ylaymanki, albatta nevaralarini orasida mana shu ijodga sho'ng'iyotgan, ijodni bir batafsil o'rganayotgan nevaralari borligi ham juda quvonarli. O'ylaymanki, biz birgalikda mana shu
ustozimizni ishini davom ettiramiz. Ilohim joylari jannatda bo'lsin. Jurnalistika sohasi har bitta bu sohaga kirgan insondan bir fidoyi bo'lishini, butun umrini shu sohaga bag'ishlashni talab qiladi. Jurnalist bo'lgan odam bir umr o'zi ham talaba bo'lib qoladi. Hayotni o'rganadi, odamlarni o'rganadi, muammolarni o'rganadi va ularni zahmat bilan, mahorat bilan ko'tarib chiqadi. Mana shunday zahmatkash, fidoyi, o'zi tanlagan shu kasbiga sadoqat bilan, shu kasbiga umrini bag'ishlagan hamkasblarimizdan biri Odiljon Shodmonaliyev. Mustaqillik yillarida Andijon viloyati o'ziga xos bir g'ayrat, shijoat bilan hamma sohalarda oldingi marralarda bo'lganini butun mamlakat yaxshi biladi. Ayniqsa matbuot xodimlari, jurnalistlar yaxshi bilishadi. Andijonda ko'p harakatlar, yangiliklar, dehqonchilikda bo'lsin, sanoatda bo'lsin, madaniyat sohasida, ma'orif sohasida Andijondan boshlanganini ham yaxshi bilamiz. Jurnalist uchun mana shu yangiliklarni birinchi bo'lib o'rganish va birinchi bo'lib gazeta, jurnallar sahifalariga, televideniyega olib chiqish juda sharafli ish. Odiljon mana shu sohada ko'plarga o'rnak bo'ldi. Andijonda o'sha g'alla yetishtirish borasida andijonlik dehqonlarning o'sha samarali izlanishlari, Andijon bug'doyining qanday mashaqqat bilan yuzaga kelishi, xirmonga kelishi haqida, Andijonda fermerlik harakati qanday boshlandi, qanday natijalar berdi, yutuq kamchiliklari qanaqa edi, yangi texnika bilan qurollanish va Andijonda masalan o'zini bir kasbini ulug'lagan ulug' ajoyib betakror insonlarning tajribasini o'rganish ko'plar qatori Odiljonning ham chekiga tushdi. Biz respublikamizning bosh gazetasi Xalq so'zi sahifalarida ana shu maqolalar ko'plarni o'qiganmiz. Shaxsan men jurnalistika, matbuot sohasiga oid ko'pgina yig'inlarda, davralarda, ilmiy anjuman, ijodiy anjumanlarda Odiljon bilan mana shu haqda gaplashardik. U nihoyatda bir ijodi gullab yashnagan, ijodi qaynab bir haligi mavj urib turgan paytda afsuski olamdan o'tib ketdi. Biz uni hamisha o'sha boshlagan ishlarini, uni ijodidagi o'ziga xos xususiyatlarini eslab yuramiz. Shaxsan men O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakultetida hozir dars beraman. Talabalarga shu Andijon jurnalistikasi haqida, Andijon matbuotining o'ziga xos yutuqlari haqida gapirganda ko'plar qatori Odiljon Shodmonaliyevni, Ilhomjon Egamnazarovni va boshqa bir qator do'stlarimizni, shogirdlarimizni ham nomlarini tilga olaman. Endi hayot shunaqa ekanki, ba'zan masalan qilgan niyatlaring hammasi amalga oshadi. Ba'zan ulgurmay qolasan. Agar Odiljon hayot bo'lganida bugunga qadar yana ko'p narsalarni yozib, Andijon nomani yaratilishiga o'zining hissasini qo'shgan bo'lardi. Lekin endi bu Allohning irodasi ekan, biz u kishining, do'stimizning, hamkasbimizning xotirasini hamisha yodimizda saqlab yuramiz. O'ta bolajon bo'lgan. Farzandni shunaqa bir farzandlarni yaxshi ko'rardi. Tarbiyalashga ham qattiq e'tibor berardi. Qolaversa nevaralarga shunaqa bolajonligi bor edi. Har bir o'tirishimizni chiroq edi deb gapirsak bo'laveradi. Aska bo'ladimi, bir yaxshi gaplar bo'ladimi, upachilikda shunaqa bir chiroyli olib borardi o'tirishlarimizni. Farzandlarni ko'rsak, yo'qsa boshqa bir gaplar esimizga tushsa, hech ham yodimizdan chiqmaydi. Odiljon akamni Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Bolalari chiroyli mana ishlarni boshlashyapti. Xudoyim ularga omad bersin. Shu otasini chirog'ini yoqib qo'ygandan xursandmiz endi. Bolalarning umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin.
Odiljon akaning xonadonida mehmon bo'lar ekanmiz, bu xonadonda u kishining izlari kabi qolgan totuvlikni, mehr oqibat singari oliyjanob fazilatlarni guvohi bo'ldik. Farzandlariga qoldirib ketgan bu ulkan merosni bugun turmush o'rtoqlari Muborakxon Xo'jaya davom ettirmoqdalar. Xo'jayaning ham xuddi Odiljon aka singari kamtar, samimiy va ochiq ko'ngil inson ekanliklarini birinchi uchrashuvdayoq his etdik. Men bu odam bilan 45 yil turmush qildim. 4 ta bola topdik. Bolalarimiz hammasi yaxshi o'qimishli bo'ldi. Ma'naviy boy bo'ldik. Sababi hamma bolamiz oliy ma'lumotli bo'ldi. Hozirgi kunlarda ular hammasi katta tashkilotlarda rahbar bo'lib ishlab kelmoqda. Dadasini yurgan yo'llarini, yurgan izlarini yana ham yaxshi qilib yurishib, ishlashib kelishmoqda. Katta nevaram jurnalistikani bu yil magistraturasini 1-kursida o'qiyapti. U opa dadasini yo'lidan borib, shu jurnalistika kasbini egallashga harakat qilyapti. Hamisha yaxshilik bilan yashadik. Yaxshi kunlarda birga bo'lib, yaxshi joylarga olib borib, meni rosa ko'p joylarga olib bordi. Men juda ham minnatdorman. Endi hayot ekan, hayotdan ketib qoldi. Joylari jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. O'ta olijanob, o'ta yaxshi inson edi. U inson nafaqat bizning oilamiz, qishlog'imizni faxri edi. Qishlog'imizda kim qanday tushkunlikka tushsa, mushkul ishlarga tushsa yoki to'y boshlasa, albatta dadamga murojaat qilishar edi. Dadam ularga maslahatlarini berib, ko'ngillarini ko'tarib, shirin so'zlari bilan ularga duo fotihalar berar edi. Dadam qishlog'imizni hurmati edi. Oilamizda esa dadam menga nafaqat dada, balki ustozim edi. Chunki dadam meni o'qitdi, elga tanitishga harakat qildi. Faqat yaxshi tomonlarimiz bilan hurmat qozonishimizga yordam berdi. Bu oilada mehr, muhabbat juda baland. Dadamni onajonimizga bo'lgan muhabbatini ko'rib, har safar quvonardim. Ular shunaqa baxtli va chiroyli yashashgan. Chunki dadam o'ta halol, o'ta pok inson edi. Ya'ni o'ta mehnatkash edi. Mana mahallada hasharlar bo'lsa, maktabimiz mana yoni hududimizda maktab bog'chalar bor. Hashar bo'lsa birinchi bo'lib ketmonni ko'tarib borardi. Va mana shu oilada 4 nafar farzand ko'rdim. To'ralasini ham voyaga yetkazib, ulg'ayishda, tarbiyasida juda katta rollari bor. Dadamdan xotintoylik, adolatligi, o'z jismi bilan monand odil inson edi. Shularni men o'zimga hayotda shior qilib olganman. Doim dadamni buyurgan nasihatlari, o'g'itlarini qarab yashashga harakat qilaman. Va kelgusida bu insonni har doim ishonchini oqlab, dadajonim bergan tarbiyani, nasihatlarni amalga oshirgan holatda dadamga munosib farzand bo'lib yashashga harakat qilaman. Dadajonimiz Odiljon Shodmonaliyev haqida gapiradigan bo'lsak, juda bir ta'sirlanib, to'lib, toshib, har qancha gapirsak ham bu inson uchun kam. Birinchi o'rinda dadajonimiz bizni faxrimiz, eli yurti faxri va qolaversa juda bir chiroyli qalam sohibi. Dadajonimizni hali ham duolari bilan yuramiz, o'gitlari bilan ish yuritamiz va shu insonga o'xshashga harakat qilamiz. Juda odobni, axloqni juda bir me'yorida berganlarki, shu yo'ldan yurib hali biz xudo xolasa kam bo'lmadik va xursandmiz shunday inson dadajonimiz bo'lganidan va shu insonni farzandlariga ahli ayol bo'lganimizdan juda xursandmiz va baxtiyormiz. Iloyim farzandlarimiz ham dadajonimiz Odiljon Shodmonaliyevga o'xshagan eri yurtgoriga yaraydigan inson bo'lishini chin dildan xohlardim. Biz uchun hali hanuz dadajonimiz hayot, doim xotiramizda abadiy saqlaymiz.
mendan nima qolur abadiy nurlar, barq urib yashagan daryo tomonda urinib surinib sira to'lmagan bir ko'ngil qoladi qolsa ham mendan. Zaminni erkalab anglagan o'zlikning naqadar botiniy qudratga egaligini isbot etib bir siymo ketib boradi abadiyat oralab. O'zidan qoldirib ketgani 4 nafar solih farzandu o'chmas ijod. Harbiy xizmatda bo'lgan paytimizda ota bo'lgan bilar ota qadrini degan dadam maqolasi chop etilgandi. U tumanga gazetasi birinchi berishgan, keyin viloyat gazetasi ko'chirib bosgan, respublika gazetasi ko'chirib bosishgan. O'shanda ota bo'lgan bilar ota qadrini degan gap dadam ko'nglidan o'tib, ajoyib bir chiroyli sarlavha bo'lgan. Hali hanuz bizning yuragimizda, qalbimizda shu sarlavha. Bizda ham bir jurnalistikaga qiziqish bor. Boshqa kasb izdan ketib qoldik. Endi bizdagi armonda o'g'illarimiz o'ldirdi mana. Onamiz aytib o'tgandek, o'g'lim, katta o'g'lim Shohruxbek O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetini birinchi bosqichini, magistraturasini yakunlayapti. Xudo xolasa u kishi otamiz izidan borib jurnalist bo'lmoqchi. Shunda bilgan edim. Haligi ota bo'lgan bilar ota qadrini degan gapni men unchalik bir ahamiyatga haligi e'tiborsiz qaragan ekanman. Endi dadam o'tgandan keyin bu narsani tushunib yetdim. Haqiqatda ota bo'lgan bilar ota qadri. Dadamiz o'tgandan keyin bir mas'uliyat qandaydir bir elgaga tushganga o'xshadi. Oilani kattasi bu sifatida shu farzandlarni o'qishi, jiyanlarda kamol topishi, jamiyatimizga bir foydasi tegadigan inson bo'lib shakllanishida bir qandaydir otamni bergan o'gitlarga tayanib shu bolalarni tarbiyalashga harakat qilyapmiz. Mana xudo xolasa shu dadamiz 4 ta farzandni, 4 kishi, 2 ta o'g'il, 2 ta qizimiz. To'ralamiz ham oliy ma'lumotli bo'lib jamiyatimizda har xil tashkilot korxonalarda mana hozir rahbarlik lavozimlarida hammasi ishlashyapti. Hech qachon bir katta gapirganini farzandlar tarbiyasida, kelinlarga bo'lgan munosabatda, kuyovlarga o'g'il. Mana shu ikkala kuyov bolamiz mana o'g'il deb bizga aka-ukadek. Hech qachon kuyov deb qaramagan, o'g'lim deb, qizlar kelinlarga ham qizlarim. Ikkala kelindan mana dadamiz duosini olib yashashdi. Dadamiz endi o'tib ketdi, joylari jannatda bo'lsin. Biz farzandlar doimo shu dadamiz bergan o'gitlarini, tarbiyalarini hech qachon yodimizdan chiqarmaymiz albatta. Dadamizga munosib farzand bo'lamiz. Yurtimiz kelajagi, yurtimiz tinchligi, yurtimiz ravnaq topishi, millatimizni kamol topishida o'z hissamizni qo'shamiz. Xudo xolasa dadamizga munosib farzand bo'lishga harakat qilamiz. Opadan bergan nasihatlar, o'rgatgan o'gitlari hamisha bizning qulog'imizda jarang sochadi. Biz hamisha shior sifatida shu o'gitlarga amal qilib, opadan qilgan ishlarini davom ettiramiz. Va shuni aytib o'tishim kerakki, mashhur ingliz yozuvchisining shunday gapi bor. Inson bu dunyoni tark etgandan keyin ham yashash kerak. Qanday inson yashaydi? Faqat umr daftarini, hayot kitobini ma'noli, mazmunli sahifalar bilan to'ldirsagina shu hayot bo'lib yashaydi. Men shuni qo'rqmasdan, shubhalarsiz ayta olamanki, opam shunday insonlar sarasiga kiradi va biz ham nabiralar shunday insonni nabiralari bo'lganimiz uchun faxrlanamiz. Hech qachon yodimizdan chiqmaydi. Doim mangu yashashligini bilaman. Shu yerga har safar kelaman, tirikligini, shu yerda doim eslatib yuradigan narsalar ko'pligini his qilamiz. O'chmas bir oq ko'ngil, mehribon shaxs timsolda qolishligini ishonamiz. Biz bilmagan saodatga yetdingizmi? Hayot bog'ida nedir qoldirish va qancha umr ko'rishdan qat'iy nazar uni faqat ezgulik va yaxshiliklarga sarflash bu insonning o'ziga qolgan gap. Bu ham bo'lsa tirik chog'ingdayoq o'zingga yaxshilikdan va ezgulikdan haykal qurish bilan barobardir.
Bugun yod etganimiz Odiljon Shodmonaliyev ham ana shu haykalni qurib ketdi desak adashmagan bo'lamiz. Bundan buyog'iga o'zimiz ham to xotiralarga ko'chgunimizcha dog'li yuraklarimizda bu insonning xotirasini olib yuramiz. Yurak hubobida yo'qdir daryolar. Istagim bu daryo ko'zga ko'chmasin. Hayot gulshaniga bevaqt yuz kelib, samoda hech bitta yulduz o'chmasin. Yaxshilarimizni yod etish asnosida ularni yaqindan o'rganganimizda, oldimizda oqib turgan daryoni qurib bitganini, yuksalib turgan tog'ni esa cho'kib qolganini ham yaxshiroq anglaymiz. Mana shunday paytlarda yashab yurgan yaxshilarimizga umr tilagimiz keladi. Shunday ekan, barchamiz sohibi inson bo'laylik, omonat dunyoda omon bo'laylik azizlar. Yaxshi kunlarda diydor ko'rishguncha omon bo'ling. Andijonda men o'zim tug'ilib o'sgan yurt bo'lgani uchun emas, Andijon bir meni nazarimda bir atirgulga o'xshataman Andijonni. Qaysi bir ko'chasiga kirmay, qaysi bir joyda bo'lmay, bu yerdagi obodonchiliklarda o'zgarishlarni ko'rib bahri diling ochiladi. Bu bizga bilasizmi, bitmas tuganmas bir haligi bir ilhom beradi. Qo'lingga qalam olib, qog'ozga tushirishging keladi. Obodonchilikdan tashqari mana ma'rifni olib ko'ring, tibbiyotni olib ko'ring. Bu Asakada ishlatgan mashinalarimizni olib ko'ring. Qo'shma korxonalarni olib ko'ring. Qo'shma korxonalar soni kun sayin ko'payyapti. Bular hammasi o'sish, o'zgarish, yuksalish endi. Hali biz Xudo nasib etsa, Xudo o'sha kunlarni ravo ko'rsa, juda katta o'zgarishlarni ko'ramiz. Juda katta bir yuksalishlarni ko'ramiz. Respublikamiz juda bir boy bo'lib ketadi. Odamlarimiz Xudo o'sha kunlarni ko'rsatsin, juda bir ma'murlikda, shu to'kin sochillikda, shu chet ellarga o'xshab havas qiladigan darajada yashaydigan kunlarimiz ozgina qoldi.